Qizlar, bugun sizlar bilan zapichoniy roll tayyorlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz 3 qoshiq risovый uksuzni idishimizga solamiz. Ustidan 2 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz va qaynatilgan guruchimizni ustidan solamiz va bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Keyingi ishimiz tovuq go'shtimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Keyin esa bodringimizni qattiq joylarini kesib olib, uni ham somoncha shaklida to'g'raymiz. Somoncha shaklida to'g'rab bo'lganimizdan so'ng norimizni ochamiz va tagiga paket solib, ustidan norini qo'yamiz. Ustidan guruchni solib, shunaqa qilib yaxshilab guruchlarimizni yoyib chiqamiz. Ustidan tvorojniy sir, bodring, tovuq go'shtlarimizni videoda ko'rsatilganday qilib solamiz va xuddi videoda ko'rsatilganday qilib o'rab chiqamiz. Menda taxtachasi yo'q edi, paket bilan qildim. Taxtachasi bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Kesib olamiz. Kesib bo'lganimizdan keyin ustidagi shapchkasini tayyorlaymiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan sir, chesnok va mayonez solib yaxshilab aralashtiramiz va shunaqa qilib ustiga surkab chiqamiz. Keyin ustidan kunjut sepib 180 darajada 5 daqiqa pishirib olamiz. Rollarimiz pishib chiqquncha soyali sousini tayyorlaymiz. 3 qoshiq soyaga 3 qoshiq suv solamiz va uni ustidan shakar solib 1 qoshiq yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa rollarimizni botirib massa qilib yeymiz. Juda ham ajoyib chiqdi. Tayyorlab ko'ring.